Döksimizin devamı vatandaşın biz sizlerge başladı. Ahir sözlep kilovatımız New Dow deb bir iqtisodshunos dostumuz var. Bugün New Dow yana paydo bo'ldi. Biz New Dow efendining maqolasini tanishtiramiz. Diqqat bilan anglang vatandaşım. Qancha tez qassang shuncha yaxshi. Jungo iqtisodi cho'qim gumron bo'ladi. Mavzuli xabar 9-26 kun Vanvi torbiyatida e'lon qilindi. Bu maqolaning avtori New Dow. Maqola bundoq boshlandi. Tor betlarda Li Jiaqing Jungo va Shangangniki barliq mol-mulkida voz kechdi deydigan fikr qarashlar avjalib ketdi. So'zlaguvchilar hamma so'zlagan bo'lsa, qo'rqib ketishga bo'lmaydi. Li Jiaqing qochib ketgan bo'lsa, Li Jiaqing Shangangniki cho'ng kapitalist, burun bu Changhe deydigan Shanghayda bir shirkat qurgan. Bu onun evvelki 20 yıl 30 yılın içindeki iş. Bu adam tuyuksuzdu Şanghaydaki mal mülkünü, pul bisatını yotkep Şangang'a gitti. Endi Şangang'daki pul bisatı mal mülkünü yotkep Angliyanın hükümranlığındaki kaysı bir aralığı köçüp gitti. Bundaki aytkanda bu Li Jiaqing kaçıp gitti. Kaçıp ketken bolsa Jungo'dun dollarının kaçıp gitişine tesir yetkizmeydi. İkinciden Li Jiaqing'in kaçıp gitişini ayıplaş muvaffak bolmaydı. Xinhua tuyuksuz makale ilan qilib, Li Jiaqingni qaçırıp etmeyli dedi. Xinhua partiyanın ovozidir. Bunda ulug' makale ilan qilganidan qaraganda, chet ellerden nazarida feodallik mustabid davrda turgan bo'ladi Jungo. Chet ellerning nazarida feodallik mustabid davrda turgan bo'ladi. Har qanday mablag'ning Jungoda erkinligi yo'q. Shundaqla albatta har qanday kishilik huquqi yo'q. Kişilik hukuk mu yok? Prensip, nizam ve kanundan söz açıklı olmaydı Jungo'da. Mustabitler nemi kılmendiz şunu kılıverdi Jungo'da. Mana bularning hammasi Jungo'da yüz bergen krizisning mahiyetidir. Li Jiaqingni kaçıp ketdi degili bo'lmaydi. Li Jiaqing reddiye berip men kaçmadım dedi. Meblağının Jungo'da keçişi bugün emdi munazara qılgıl bolmaydigan, munazara talep qılmaydigan paketqa aylandı. Teximi zor kölemde keçiş Amerika Zapas Pul Komiteti ösüm östürgendiğin keyin yüz berdi. Aslında Amerika Zapas Pul Komiteti 9. ayda dollarının ösümünü östürmekçiydi. Neme üçündü? Yani keçiktirdi. Muş ayının, muş yılının ahırıgacha yani östürüşü mümkün. Bu yerda New Dow dal şunu közü tutuvatıdı. Li Jiaqing fakat oldin ko'rar bo'lganligi uchun shundaq qildi, yana qachalıdı. Jungo mag'zab iqtisodining yemirilishi, xalqaro kapital qochib chiqib ketgandan keyin cho'qim yuz beradigan ish. Bu ishning Amerika Zapas Pul Komiteti ve Prezident Obama bilan bir mo'challik munosabati yo'q. Bu yerda nima deydi? Har qanday bir ishdan chataq chiqsa, uni Amerikaga, navbatdagi Prezident Obama hukumatiga döngayotgan Xitoy uchun aytganda, bu yerda New Dow efendi nima deydi? Dollarning qochib chiqishi va Jungoda krizisning boshlanishi bilan Prezident Obamaning bir mo'challik munosabati yo'q. Xalqaro kapital azaldan o'zi kelib, o'zi ketadigan xususiyatga ega. Bir davrning boshlanishi va bir davrning oxirlashishiga munosabatlik. Aslida men bu ishga kulibli qo'yatdim. Lekin hozir ancha-muncha so'zlab qo'ymasa bo'lmaydigan vaqt keldi deydi New Dow efendi. Jungoda bundaq iqtisod andizisi cho'qim iqtisodiy krizis elib keladi. Bundaq hukmga raddiya berishga bo'lmaydi. Kelgusida